Mana drabilkani onasi o'tmagani. O'zbeklar uchun ishlab chiqarilgan. 196 dan boshlab ishlaydi. O'zining ichida 4 ta setkasi bo'ladi. Ikkitasi hashak uchun, ikkitasi don uchun. Donni yarmadan kepakini chiqarish mumkin. Setkani tiqish ham vashyo oson. Mana, ketdi. Endi bu yoqdan tepadan ham don solsa bo'ladi, ham hashak solsa bo'ladi. Men misol olib qo'yib turib hashagini solaman, bu bilan donni solaman. Endi ichiga keladigan bo'lsa tishlari kalyonviy bo'ladi, olovda chaqlangan, oddiy nejdagi tish emas. 20 ta tish bo'ladi o'zining ichida. Hammasi olovda chaqlangan bo'ladi. Yana qo'shimchasiga o'zining jabralari bor. Bu jabrar nima uchun kerak deydigan bo'lsak, chang tepaga emas, pastga chiqib bunaqasiga o'zidan chiqib ketadi. Endi motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismida o'zining ustida voltmetri bo'ladi. Undan tashqari avtomatik shiftlari ham bo'ladi. Drabilkamizning narxiga keladigan bo'lsak, 3 oy olasiz 2,5 million so'm, 4 oy olasiz 2,600 ming so'm. O'zbekistonning ixtiyoriy nuqtasida bizda dastavka xizmati tekin bo'ladi. Pastda raqam qoldiramiz. O'shanga aloqaga chiqib shunaqa drabilkani sotib olishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bilan kanalga podpisatsiya bo'lish sizdan.